Salom hammaga obunachilar, yaxshi dam olinglarim. Hozir soat kechki. Mana 8 9 bo'ldi, video olyapman. Bugun hashtagini full qilamiz. Hozir avval komandani yaxshilab olaylik. Hop. Reservdan Dembele. Hop. İnternet ham bo'lyapti. Shu SMS kelmay tursa zo'r bo'ladi. Hali kim bor-ku, kim bo'lsa ham shu Fidalgoni olgan odam maza qilibdi mana. 87 bo'lib kuchayib ketdi, 82 edi. Ko'ryapsizlarmi? 82 dan 87. O'zi Pedri'ning bu mana hashtagini hozir bitta kuchaytirgichga o'zi to'ladi. Olmos bilan kuchaytirmoqchiman. Nima deysizlar? Kuchaytirgichim yo'q. 3 tali legendariy beraman. 1 2 3 ketdi. Yes. Ketdi. Voy 91 bo'lib kuchaydi. Yaxshi. Voy 89 dan kuchaydi. Bilaman bularni 190 95 bo'lib ketadi deb, nonni kuchayib ketadi desam, bitta kuchaydi hali. Mayli, nima qilamiz endi? Screenshot olib qo'yaylik. Bo'ldi. Voy, yobana brot. Uzr shok bo'ldi. Mana buni qaranglar. Ajoyib bo'lgan Arda Güler 81 reytingga ko'tarildi. 79 dan. Olaymikin, yo'qmikin deyapman-da shu. Mayli, ko'ramiz. Va shu video 20 ta like chiqsa, tug'ilgan kunim ertaga 500 ta bo'lsam, Gullerni olaman. 100%. Xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Fayzullo bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.